27 milyon 200 kilo. Neç pul oldu aka? 24 milyon. Dunyodagi arzon bozor, Baliqchi bozoridamiz. Buqa o'ta siyroq. Sotilmay turibdi hali ertalabda mana 600 kilo, 700 kilo ilan chiqibdi. Mana rad qilib terib tashlagan. Mana aka, chiroyli bola. O aka. O'ta siyroq. Qurbonlikka degan uchunmi yo'qsiz buqalar chiqib kelgan, rosa ko'p. 700 kilo atrofida bu qo'shilgan yo'qsiz sementali anigan zot. Chaqovli. Bozor atmosfera go'zal. Bayramga bor. Qolgan buqalar kachoq yegan mana. O'ta figura. O'ta videoda kichkina chiqib qoladi. O'ta go'zal, go'shtoq. O'yini ham chiqib qolgan buqa ekan. Bugungi bozor bo'g'on qoladi, o'pshin siyroq. Pulizga yarashasi bor. $1000 asolim, $1,500 asolim. Mol qo'yaman deganlarga mana tanlab olish imkoniyati bor. Siyroq bog'da turibmiz, baliqchi. Hamma turidan bor. Bugun bozor siyroq. Yo'q, qanini. So'roq siz yo'qmay qolsa, tunni qishib ekan deb ko'radigan bozor bo'lyapti. Zo'roq olyapman. So'miz qo'yadigan qurbonlikka buqalar juda siyroq baliqchi bozorida. O'ta turibdi. Rad bo'lib ham. 64, 65, 62, 67 ham sotildi. Toza zotli semental ekan mana sotilibdi. Pulini bilib so'ramadi egasi bo'lgan, lekin o'ta chiroyli. Mol qilaman, molni ko'paytiraman degan semental tavsiya qilamiz. Boqinglar.